Yana xiyonatni. Robiya opa, nega bugungi kunda aynan xiyonat qilish judayam ko'payib ketdi? Erkaklarimiz, hattoki ayollarimiz tomonidan ham. Bilasizmi? Buni sababi eng avvalo inson o'z ustida ishlamagani va o'zini kitobini, ya'ni o'zini kimligini, nima uchun, qanaqa va o'zi nima xohlayotganini bilmaslikda. Bu ilmsizlikda. Ya'ni inson o'ziga xiyonat qilmaganida hech qachon unga hech kim xiyonat qila olmaydi. Qachonki inson o'ziga xiyonatni boshladimi, atrof olam uni aksini ko'rsataveradi. Sizni hayotingizga kelgan har bitta muammoda yoki vaziyatda 3 ta narsa bor. Ya'ni yoki oyna, aksingiz, yoki ustozlik, yoki mukofotdir. Har bitta siz yomon deb o'ylagan vaziyatlar ham balki sizni mukofotingiz uchun berilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni agar shu paytda shunaqa bo'lmaganda edi, bugungi yaxshiligingizga yetib kela olmagan bo'lardingiz. Shu sababdan men maslahat berardim har bir insonga hoziroq, bugundanoq o'zingizni tanishni, o'z ustingizda ishlashni boshlang. O'shanda siz o'zingizni kitobingizni o'qishni boshlaysiz va aslo sizga hech qachon xiyonat kirib kelmaydi hayotingizga.